Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun kunlardan yana reaksiya kuni va do'stlar bugun yana Minorga o'z reaksiyamni berib o'taman. Do'stlar, bilasizlar, bolalik deb nomlangan qo'shig'ini chiqargandik va menga juda ham yoqqandi va do'stlar xuddi o'shanga o'xshash treki yana borligini aytishdi va qo'shiq nomini esa do'stlar Nostalgiya deb aytishdi do'stlar. Bugun Minorning Nostalgiya deb nomlangan qo'shig'iga o'z reaksiyamni berib o'taman. Xullas do'stlar, biz esa har doimgidek vaqtni ketkizmasdan, cho'zmasdan videomizni boshladik. Xullas do'stlar, qo'shig'imizni topdim. Minor Nostalgiya deb YouTube'ga yozdim va qarshimga kelib chiqdi. Hatto Minorning kanalida ekan do'stlar. Qo'shiqqa kelayotgan bo'lsak, 2 yil oldin chiqqan ekan. Ozgina qaraylik. Qo'shiq haqida ma'lumotlar. Rauf Fayk Fuchira. O'sha qo'shig'iga o'xshatma ekan do'stlar. Ko'ramiz. Qayerga o'xsh ekan? Boshladik. Tushundim. Minus o'xshay ekan, значит do'stlar, o'sha qo'shiqdagi minus. Eski Xatiko obrazi xaska Soyuz multi. Bu Minorda o'zini kanalidan o'zini kanalidan video zinati shunaqa ekan do'stlar. Men birov buni montaj qilib qo'yibdi deb o'ylabman. Ya'ni klipli deb o'ylagandim. Davom etamiz. Film Zimняя сказка. Telefon yo'q bor. Eski Xatiko obrazi xaska Soyuz multfilm Zimняя сказка. Telefon yo'q bor shashkada peshka 64 megabaytli flashka. Unutildi. Значит tushunarli do'stlar, qo'shiqda tushundim do'stlar, qanday davom etishini уже boshlamasdan tushundim. Mickey Mouse yo'q, Super Mario yo'q, toki bor ekanmiz unutilgani yo'q. Axir yodlab olgandek. Super Mario haligacha o'ynayman do'stlar, menda hali ham bor Super Mario. O'sha eski saytlarni qaytarib beringlarchi menga o'sha paytlarni. 62 33 32 50 tupoy Androidlarga navbatni berdi Coca-Cola. Androidlar yaxshi-yu. Unda qiynalib yurardik Nokialarda, Bluetoothlardan narsalar o'tkazib, fleshga yetmay qolardi. 64 lik fleshkalar bo'lardi do'stlar, 64 megabayt edi shekilli. Aynan 64 megabayt. Kunlarim o'tib ketdi. Yoki Pepsi'lar tamma 25 so'mlik gaz vodolaqani. Домашний telefon standart gudok Ameda Maro. Shaman Kingu yo'q, baytlar yo'q edi hech qanaqa Messi. Tushunganlar tushunadi oldina Messi. Muzika defitsit, moda kendi shab har kuni bir mahal o'ynashdi. Haqiqatan yana do'stlar ketyapmiz yoshlikka qarab. Mana bu Dendi adashmasam, bizda Dendi deyardi Samarqandda. Bilmadim sizlar nima deb aytadilaringiz, bizda Dendi deyishardi. Rosa o'ynardik lekin. Endi shart farqi yo'q, hattoki darslardan qolibman eskilar tanishadigilar Furushorovni. Nostalgiya ancha ulg'ayibmiz, qaraga oldingilar, hozirgilar. Poynagidek marshrutlar rosa ko'p bo'lardi Jizzaxda. Samarqandda ham bordi, значит O'zbekiston hamma yerda bo'lgan ekan. Furushorovni nostalgiya ancha ulg'ayibmiz, qaraga oldingilar, hozirgilardan sara. Wi-Fi emas, u paytda ikki port bo'lgan, virus odamda emas, kompyuterda bo'lgan. Bluetoothdan oldin ikki port degan narsa bor edi, to'g'ri aytayapti do'stlar. Bluetooth ham bizlar uchun вообще bir super narsa edi. Undan oldin chunki ikki port bor edi. Mashinasi meni o'tmishga olib ketmayli. Bu zamonda eski odamman mayli. Bir yo'lli biletga roziman mayli. Kelajakka xat yozaman hali. Instagram va YouTube'ga hamda bay vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan Wi-Fi mayli. Yana moda bo'lsin yoki uyda yolg'iz multigi va GTA Vice City chiqdi. Yoshligimda o'yini bu. Qanchalik o'ynardim borki, bir tasavvur qilsangiz qanchalik o'ynardim. To boshqa mahallaga borib o'ynab kelardim. Pul berib kompyuterda. U yerda ham bittagina kompyuter bor edi. Bitta kompyuterda o'ynatishardi. Hi-Fi mayli o'ynab yurganimiz bo'lsa eski Half-Life. Xon sigaretlar, Pine degan sigaretlar bo'lardi. Astra yaqinlargacha ham bor edi shekilli. Pine'lardan, Xonlardan keyin ham ancha bor edi shekilli. Mana bunda ko'rganingizdek
bez filtr deydimi, nima deydi, o'shanaqa joy bo'lmasdi. O'sha temirni do'stlar hech tushunmayman. Hamma yerda bo'lardi, hamma ko'chada bir yerlarda yotgan bo'lardi. Eski do'stim bo'lmaganida Gusanman, mani tanishinglar, uni ismi Anpanman. Bergan quvonch Qoldirmay ko'rardim balki men shu multikni qoldirmay ko'rganman bari. Tunni kun bilan har kuni ko'rishib suvni kun bilan hali ham esimda dizaynu vidi eski disklarni korobkasini hidi 100 so'mga bir soat ancha sabr qilib Ya to'xtatishga majburman do'stlar, to'xtatishga majburman chunki mana bu rasmlardagi o'z hayajonimni aytishim kerak, o'z ichimdagi tuyg'ularimni sizlarga ko'rsatishim kerak chunki hozir ko'pchiligingiz balki bilmassiz, lekin hozir mana bu rasmlarda ko'rsatilgan hamma narsa meni ko'zimda oldidan o'tyapti hozir. Hammasi ko'zimda oldidan o'tyapti. Chunki hammasini bizlar ishlatganmiz. Ayniqsa mana bu disk korobkalarini aytmasam bo'lardi. Uyda to'lib ketardi bari. zato informatikani olgandik bilib Arash Melody, Crazy Frog haligacha bulardan o'tadigani yo'q biz uchun edi yangi paroda kaska biz uchun edi o'sha Madagaskar biz uchun Chipidel hali ham Ritzer bizga zo'r kamera 3 megapiksel biz bilgan hind film bu Ramayana nostalgiya tortadi yana va yana keldi kuz doimgidek emas balki shuning uchun doimgi trek emas o'yinida bu kak animiya hattoki dislar ham nostalgiya bugun xayol boshqa bugungi yo'l boshqa kak banalni o'zimga o'zim yo'l boshlab 5 yildan so'ng biz ham yetib borib yoshga o'tirish Yupi'ni ko'rsatdi do'stlar. Yupi degan narsa bo'lardi. Oramizda ko'plar biladimi, yo'qmi bilmadim, hozir ko'rsataman. yo'l boshqa kak banalni o'zimga o'zim yo'l bosh Mana bu narsa do'stlar, ichida qanaqadir parashok bo'lardi. Parashok emas, suvli bo'lardi do'stlar va rangli edi. Ya adashmasam parashok bo'larmidi. Xullas do'stlar, suvga solardik va chayqalardik, limonadoga o'xshagan narsa bo'lardi. 5 yildan so'ng biz ham yetib borib yoshga o'tirish uchun eslab tarixni yozib toshga vaqt mashinasi meni o'tmishga olib ketmayli bu zamonda eski odamman mayli bir yo'lli bilet Bounce degan o'yinmi deb o'ynagi telefonda bo'lardi. rozaman mayli kelajakka xat yozaman hali Ay, Crash'ni ko'rsatdi do'stlar. Shu o'yinda o'ynaganlar bormi? Bu o'yinda o'ynaganlar bormi? Crash deb nomlanardi va qanaqadir mana bunaqa hayvonchalar bo'lardi, qahramonlar, shular bilan gonka qilardik. Vobshim zo'r edi. Sony 1da bo'lar, PlayStation 1da bo'lardi, ya'ni Sony deb aytardi uni. Sonyda o'ynardik. Grafikani qara. Qanchalik xirra hozir. O'sha vaqtlar lekin vobshim eng sifatli darajada edi bu o'yinlar. kelajakka xat yozaman hali Instagram va YouTube'ga hamda bay vaqt o'tkazishim uchun kerak bo'lmagan Wi-Fi mayli yana moda bo'lsin yoki hi-fi mayli o'ynab yurganimiz bo'lsa eski Half-Life Nima shunday qilardik do'stlar? Bulutni baterkasi ishlamay qolsa, tishlab qo'yardik, ishlab borardi. Bu multfilmni ham bilaman. Stuart Little degan multfilm edi. Do'stlar, qo'shig'imiz tugadi yana do'stlar qo'shiqni ham tugatib qo'ydik. Lekin ochiqchasi juda ham bir hayajonli yoshligimizga bizni yana bir marta minor olib keldi do'stlar. Rahmat senga. Like'imizni bosamiz do'stlar. Gap yo'q. Mehnat evaziga siz ham do'stlar har doim ijodkorlarga like bosishingiz esdan chiqmasin do'stlar. Qo'shiqqa kelayotgan bo'lsak, xuddi o'sha Elmurod Haqnazarov bilan bolalik deb nomlangan qo'shig'i bor edi. O'sha vibe'ni oldim desam noto'g'ri bo'lmaydi do'stlar. Ajoyib tuyg'uli edi. Hatto videoni ko'p to'xtatishni xohlamadim. Menga qolsa har rasmda bitta to'xtatib chiqardim do'stlar. Chunki
har rasm menga o'sha yoshligimizdagi narsalarni eslatdi. Chunki ularni hammasini men ko'rganman, bilganman, ishlatganmiz. Ishlatmaganlarimiz ham bor, faqat tomosha qilganlarimiz ham bor ichida. Xullas, o'sha do'stlar o'sha davrdagi, ya'ni biz qatori bolalar shu narsalarni hammasini biladi. Va do'stlar, bizdan oldingi pokoleniyaning ham bilgan narsalari bor. Ularni biz bilmasligimiz mumkin, chunki ular bizdan ham oldin boshqa narsalar, ularga boshqacha hissiyotlarni beradi ular. Lekin bu qo'shiqdagi narsalar umuman do'stlar bizni yoshligimizdagi o'sha o'zimiz aytib o'tganimdek ishlatgan, ko'rgan, bilgan narsalarimizda ko'rsatibdi Minor. Gap yo'q, молодец, qo'shiq menga juda ham yoqdi va qo'shiq kelayotgan bo'lsa 2 yil oldin 738 ming kishi ko'ribdi. 738 ming kishi. Yaxshi, молодец Minor. Hurmatim oshyapti ochiqchasi do'stlar bu bolaga. Zo'r, menga juda ham yoqdi. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz bu qo'shiq haqida? O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Sizga ham xuddi eshitgan vaqtingiz, siz ham o'sha vibe'ni oldingizmi? Sizni ham bir bolaligingizga siz ham bir borib keldingizmi shu qo'shiqni eshitgan vaqtingiz? Chunki men eshitganimda bolaligimizga bir borib qaytib keldim desam to'g'ri bo'ladi. Xullas do'stlar, qo'shiq bu yergacha edi. Qo'shiq hammaga yoqdi degan umiddaman. Video ham hammaga yoqdi degan umiddaman. Va do'stlar, har doimgidek o'zingizni ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo tushirmang. Yana yangi videolarda ko'rishguncha xayr.